Navbatdagi savolimiz robot harakati bo'yicha. Demak, robot 4 xil harakat qiladi va u har bir harakatida bitta katak siljiydi va u shart tekshiradi. Tepa bo'sh bo'lsa degan shart, deylik mana shu katakda turgan bo'lsa, o'zidan yuqoridagi katakka bo'sh turibdimi, ya'ni devor yo'qmi mana bu qismida degan narsani tekshiradi. Devor bo'lmasa, demak bu keyingi buyruqni bajaradi. Xo'p. Endi bizada 36 ta katagi bor, hammasini tekshirib o'tirishimiz shart emas. Eng oxirgi buyruqni aksini belgilab chiqamiz. Ya'ni chap tomoni bo'sh bo'lmagan kataklarni belgilab chiqamiz. Demak, chap tomoni bo'sh bo'lmaganlar mana bu. Xo'sh, bu bor, bunisi bor va mana bu. Bo'ldi. Qolganda demak chap tomoni bo'sh. Endi shu kataklarni aytilgan algoritm bo'yicha bajarib ko'ramiz. Tepa bo'sh bo'lsa o'ngga. Birinchi katakdan boshladim, mana bu katakdan. A1 katakcha desam. Tepa tomoni bo'shmi? Yo'q. Demak, yuqoriga harakatlana olmayman. Bu qatordan keyingisiga o'tadi. O'ng tomoni bo'shmi? O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, pastga harakatlanadi. O'ng tomoni bo'shmi? Mana bu katak tekshiryapti. Ha, bo'sh. Demak, pastga harakatlanadi. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, mana bunday qilib qo'yaylik. Bo'sh. Demak, pastga harakatlanadi. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Pastga harakatlanadi. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, pastga harakatlanadi. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, pastga harakatlanadi. O'zi-o'zidan devorga urilsa, bu algoritm bizada to'xtaydi. Ya'ni cheksiz marta agar to'xtamagan taqdirda desak ham, bu o'ng tomoni bo'sh, o'zini qayta-qayta devorga uraveradi. Chunki o'ng tomoni bo'sh, pastga harakatlanaveradi. Xo'p. Bu javob bo'lmadi. Endi keyingi qatorni keyingi katagimizni tekshiramiz buni. Tepa tomoni bo'sh bo'lsa o'ngga harakatlan. Yuqorisi bo'shmi? Ha, o'ngga ketdik. Yuqorisi bo'shmi? Ha. Demak, o'ngga harakatlanamiz. Yuqorisi bo'shmi? Ha, o'ngga harakatlanamiz. Yuqorisi bo'shmi? Ha. O'ngga harakatlanamiz. Yuqorisi bo'shmi? Ha. O'ngga harakatlanamiz. Yuqorisi bo'shmi? Ha. O'ngga harakatlanamiz. O'sha bu katak ham bizning javob savolimizga javob emas. Yuqorisi bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, o'ngga harakatlanamiz. Yuqorisi bo'shmi? Yo'q. Demak, bu qator bajarilmaydi endi. Endi ikkinchisi, o'ng tomoni bo'shmi? O'ng tomoni ham bo'sh emas. Bunisi ham bajarilmaydi. Pastki tomoni bo'shmi? Pastki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, chapga harakatlanamiz. Pastki tomoni bo'shmi? Ha. Bu ham javob emas. Xo'p, keyingisi. Yuqorisi bo'shmi? Ha, bo'sh, o'ngga. Yuqorisi bo'shmi? Ha, o'ngga. Yuqori bo'shmi? Ha, o'ngga. Yuqori bo'shmi? Ha, o'ngga. O'sha devorga kelib urildi bu ham. Xo'p. Yuqorisi bo'shmi? Ha. Yuqorisi bo'shmi? Yo'q. Yuqori bo'sh emas. O'ng tomoni bo'shmi? O'ng tomoni ham bo'sh emas. Xo'p, pastki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, qaysi tomonga? Chapga harakatlanamiz. Pastki tomoni bo'shmi? Ha. Demak, bu ham devorga uriladi. Xo'p, yuqorisi bo'shmi? Ha, bo'sh. Yuqori bo'shmi? Ha, bo'sh. O'ngga harakatlanamiz. Yuqorisi bo'shmi? Ha, o'ngga harakatlanmoqchi bo'ladi, lekin devori bor. Bu javoblarning birortasi emas. Xo'p, navbatdagisi. Bu katagini tekshiraylik. Yuqori bo'shmi? Yo'q. O'ng tomoni bo'shmi? Ha. Pastga harakatlanamiz. O'ng tomoni bo'shmi? Ha. Pastga harakatlanamiz. O'ng tomoni bo'shmi? Ha. Pastga harakatlanamiz. O'ng tomoni bo'shmi? O'ng tomoni bo'shmi? Nima bo'ladi bizada? Yo'q bo'ladi. Keyingi buyruqqa o'tamiz mana bu yerda. Pastki qatori bo'shmi? Yo'q. Chap tomoni bo'shmi?
Chap tomon bo'shmi? Mana bu katayda turgandek. 1, 2, 3. Xo'p, chapki tomoni bo'shmi? Ha. Demak, yuqoriga harakatlanamiz endi. Chapki tomoni bo'shmi? Ha, yuqoriga. Chapki tomoni bo'shmi? Ha, yuqoriga. Va chapki tomoni bo'shmi? Yo'q. O'z-o'zidan tamomga o'tadi. Qachonki algoritm tugaydi, qachonki bo'sh bo'lmaganda. Shuning uchun boshlanishda aytdikki, teskarisini olamiz. Men bitta katayni topdim. Mana bu bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Tepa tomoni bo'shmi? Tepa bo'shmi? Yo'q. O'ng tomoni bo'shmi? O'ng tomoni bo'shmi? Pastga. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, pastga. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, pastga. O'ng tomoni bo'shmi? Yo'q. Xo'p, keyingisi pastki tomoni bo'shmi? Yo'q. Chap tomoni bo'shmi? Ha. Yuqoriga. Chapki tomoni bo'shmi? Ha. Yo'q degani bu yerda уже harakat to'xtaydi. Bu ham